Odamni ajratasizlarda, bu kambag'al, bu boyvachcha, bu mansabda ishlaydi, bu ish qayerda ishlamaydi, yo bu nogiron, yo bu faloncha deb odamni sizlar ajratasizlarda. Shunga qarab turib bir xillarga e'tiborsizroq bo'lasizlar. Deysizlar, gapiraveradi deysizlar, tamom. Agar bir yuqoridan kimdir farzandi yo jiyani bo'lsa, telefon qilsa, unga alohida e'tiborni qaratasizlar. Eng katta xatolaringiz mana shu yerda. Hech kimdan farqi yo'q. Hamma shu o'tirganlar ham mana shu hamma bir xil odam, hamma inson, tamom bo'ldi. Bilmaysizlar-ku, o'sha kelgan, murojaat qilgan odam kimligini sizlar bilmaysizlar-ku hali. Aytadi-ku, ana balkim Xizrdir o'sha. Sizlar yo'q deb o'tiribsiz byurokratlar. 50 marta aytganman sizlarga. Eshiklaringizni bitta odam taqillatib, agar kelsa, ish so'raydimi, muammo qiladimi, e'tiroz qiladimi, nima farqi bor uni? Keldimi? Xursand bo'linglar, eshiklaringizni taqillatib kimdir sizdan so'rabdi, pakaslar kerak ekansizlar. Kerak degani bu tirik deganda, qo'pol qilib aytganda. Xudo asrasin kerak bo'lmay qolishdan. Hech kim so'ramay qo'yishdan. Bittasini ham qoldirmasdan har bittasini birma-bir ko'raman men. Har bitta sayyor qabul bo'ladimi, boshqa keladimi murojaatchi, hammasi birortasi chetda qolmasligi kerak. Bo'ladigan bo'lsa bo'ladigan qilgan. Qo'llaringizdan kelmasa aytinglar qila olmayman denglar.